bozorga chiqibdi qulpinay, yetkazdi xudodan aylanay, ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Onam, 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 jon onam, 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 oq bulutday ko'nglim oppog'im, onam. Bolamni g'amini, bildirmay ro'zg'orim kamini, o'chirib yuragin shamini, onamni ko'rgani boraman. Akamni yaxshisin oshiray, ukamni aybini yashiray, quvnatib mehrini tashiray, onamni ko'rgani boraman. Uy talash, mol talash qilmayin, unga ko'p menga oz demayin, boshini og'ritib kelmayin, onamni ko'rgani boraman. Erkalay oymamam o'zimni, quvnatib turasiz ko'zimni, kuladi eshitib so'zimni, onamni ko'rgani boraman. Hammadan go'zalsiz deb atay, soddagina ko'nglini yashnatay, kuldirib yayratay, onamni ko'rgani boraman. O'shadir buyugim davlatim, men go'zal farzimu sunnatim, oyog'im ostida jannatim, onamni ko'rgani boraman. Onam, 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 jon onam, 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 oq bulutday ko'ngli oppog'im, onam. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Barchani bugungi tavlid ayoni bilan tabriklaymiz. Bugungi tavlid ayonining sababchisi Zuhron aka, sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Farzandlaringizning qilarisini vaqtida hamisha sog'lom bo'lib, yordam berishni nasib etsin. Vaqtda onamiz bilan teng yashab, teng ko'rib uchun farzandlarni, nevaralarni rohatliga o'tdi. Arayım ol başında, yancımları kaşında. Arayım ol başında, yancımları kaşında. Yüz bineli yaşından, yüzden akla yaşından. Rahmat. Yana bir bor tabrikimiz Zuhron aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi shu yerga kelganlardan siz uchun chiroyli tilaklarni eshitamiz. Kimning dilida tilaklari bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishlaringiz mumkin. Albatta, bugun sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun sizni, ya'ni quvonchli kuningizda shu yaqinlaringizdan chiroyli tilaklarni eshitamiz va bu surprizni hammasini qizingiz va kuyovingiz nomidan qabul qilib olasiz. Ilohim shunday vaqtda hamisha sog'lom bo'lib yurgaysiz va yana Bahramamiz turmush o'rtog'imiz nomidan qabul qilib olamiz.
kimning dilida tilaklari bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishlaringiz mumkin. Kimdan boshlaymiz? Bo'ldi. Onajonimizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Şurada katlaşırlar. Ruhumar kızım. Ömrü günün uzak olgay. Rızkınızın uzun olgay. Kudayım sizden keremine bereket vergey. Algaysan aldırmagaysalar. Şu bahrem bilen denk karıgaysalar Kudayım. Şu yine ahdet gördüğün aktıklarından çoğuluk yoğuluk görmek nasip etgey. Kudayım bahtalarımız yatmagay, devletlerimiz kayıtmagay, sağlık, salametlik bilen Kudayım 60 yıllık, 1000 aylık, 100 aylık günlerini, doğurgan günlerini ötkezip oturmak nasip etgey Kudayım. Yorulduğunu yaşını vergey, Peygamber'in bahtını vergey, Süleyman'ın tahtını vergey Kudayım. Bahrem bilen denk karıdaysalar Kudayım. Kızım yamaçtan yaradık oğul doğay, adı oğlunu bir yere getirip, şunu büyülendirip oturgaysa sevdiğim. İyi rahmat, bu konsertler bilan. Yana bor tilaklar? Bir gün gelinimizin kumarı doğulan güneşe, ben şu gelinime ülkemiz var. Uzak ömür sileyler, ülkem bilen koşa karısı, baktı saadetli bosullar. Nadire'den yine aktık gördü, çoğuluk, yuğuluklarım görüş nasip etsin. Haclara barayıp, hacata hacana bulgaylar. Hem bana baktlı, saadetli bulayıp yürgeyler. İyi rahmat. Güzel ülkemizde doğru güneşler. Tebrikleriz. Ömrü gününüz artmasın. Her daim şimdi oynak görüyorsun. Şıbattan ülkemizde en yaşasın, en kardeşlerden, acayip acayip bulutlardan. Şınamıştıydım sağlıklı, bir bosan şahası, min bulup, şehir geç bağımız bilen den yaşasın, den karşı, fəzlentləri dım kök olaydı yerine. Şehir mesle sağ sağa oynak girip, şu xanadan da hem maftoylar tamaşalar oldu. Şurada kadar hem mesleğinde şuraya gülüp gelip ne hazırsın İyi rahmat. Zuhmatda necha yoshga kirdingiz? 18 mi? Ilohim uchun hamisha 18 yoshga kirgansiz. O'zi xalq orasida bir gap bor. Onadan yoshini, otadan maoshini so'ramaydilar. Nima uchun deganda ona o'zi uchun yashamaydi. Albatta farzandlari uchun yashaydi. Ota esa o'zi uchun ishlamaydi. Nima uchun deganda farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasinlar, mehnat qilib farzandlari oilasi uchun hamisha mehnatda yurgan ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir bor, davom ettiramiz. Marulsunun bakran bilemdeyiz. Muhammed ülkemiz bize olsunlar. Daim 100 yaşlara gidip giysen, nabıştan daim balları köpeyip, aktif çoluklar giysen daim. Çıkılıp, ne ki yaxşı dileklerimiz olsa sana. Bakın olursalar. İyi rahmat. Yana bormi tilaklar? Bo'ldimi? Endi Güzel apaya. Erken olma güneşe. Güzel mi ya? Yaşlara gitsin, yaşaplar hazır. Ne ki niyet aldıksın, bu fermel alsın. Şuna alışkıydımızdan, ne köpeysin. Geçbiklen, den yaşap, den karıp. Erken aktıklarını tam köpekler. Köpekler belgeler bunlar. Ama ablanı kapılma otursun erken. Akşamleyin den yaşap, den karıp otursunlar. iyi rahmat. Ilohim aytganimiz kelsin. Endi konsertlar bilan qani beramiz. Rahmat. Shudayna aytgan hamma gaplarga qo'shilsaman. Xudoyim shu ukamlarga uzoq umr tilayman. Den qaror beradi.
Yeni yazılıyorlar. Bunun için Naruş kızımızdan aktif gördüler. Daim çoğuluk yoluklar görüyorlar. Şifasatlarını, aktıklarını, rahatlarını görüp yaşayırlar, denk karırlar. Şu bizlere atamız değil, nenemiz değil, Hacı Buğa, Hacı Mama boğuyorlar. Şu Hazada aktıklarını, adlarını adından çıkarıya oturuyorlar bu Kayseri'de de. Şu uzak ömür dileyim ben. Denk karışıklar. İyi rahmat. İyi rahmat. Bir karsakla bilen. Hemen keyifler zor. Endi bu hammasi bo'ladi. Bir karsaklar bilan endi Bahramonimizdan chaqirib ko'rib tilaklarni eshitib olsak. Müşterimizini verdin değil mi? Kıydın ya bana. Bu da hammasi ichonda davom etadi. Bu tilaklar. Akıllarına düşen baklı bolsun, güzellerki peyşeversin, hemisi sağlık bo'lsin. İyi rahmat. Bahramon, endi bir-birini qo'yish kerak buni. Sizni doğulan gününüzde tilak bildirganlar. Hani gene ham yolg'iz tilaklaringizni bemalol bildirib qo'yishingiz mumkin. Hammasi mikrofonda boshqacha chiqadi. Yollarına borib Tebriklemen çok yaşına gitsin. Ben Denkarcalı. Al değil mi? Sen bakın şimdi bir yaş günde yengeler herhalde. Ömrünü uzatmasın. iyi rahmat. Yaşıyor. Bo'ldimi? Onajonimiz uchun farzandlari tomonidan tabrik she'rimiz bor, qabul qilib olasiz. Bu hayotda ko'rib turadigan farishtamiz bu, albatta yonimizdagi inson onajonlarimiz bo'ladi. Shodliklarim silmay ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deymanlik aslida. Farishtalar o'xshar menga. Ming bir donadan o'tib tushar mehri bor. Dunyolarga yetadigan mehri bor, allasida o'zgacha bir sehr bor. Farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilla yuzlar onamga. Kerak emas qanot ufar onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman. Farishtalar o'xshar mening onamga. Barchangizni ro'za Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Keyingi ro'za oylaridan hammani diydorga ko'rish nasib qilsin. Tabriklaymiz yana bir bor. Endi qolgani ichonda davom etadi.